Bugun sizlar bilan shu diademani birgalikda yasaymiz. Evaziga menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizga shunaqa 6 ta temir osnova, bodokimiz, kiligimiz, sim, shunaqa bardoviy toshlarimiz va metraj ko'z kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bodokimizga kiligimizni surib olamiz. Keyin temir osnovamizni ketma-ketlikda mahkamlab, simlab, qotirib olamiz. Simimizni aylantirib, har temir osnovamizni qotirganda kilik surib olamiz va shunda mahkam yopishadi. Videoda ko'rsatilgan tartibda yasaymiz. Mana qotirib oldim. Ikki tarafini mahkamlab, ichiga обязательно lenta o'raladi. Endi toshimizni yopishtirib chiqamiz. Shunaqa metraj ko'z yopishtirib olamiz. Kiligimizni yaxshilab surib olib, keyin tosh yopishtirib chiqamiz. Mana abadogimiz tayyor bo'ldi. Like va komment kutaman.